Har bir ummatga Alloh qurbonlikni Alloh uchun qilishni buyurgan bo'lgan. Qurbonlik faqat bu ummati Muhammadga tushgan hukm emas ekanki, unga odamlar vahshiylik deb baho bersa. Bugun ba'zi toifalardan eshitasiz, har yil musulmonlar Qurbon hayitida katta bir vahshiylik qiladi deyishadi. Millionlagan hayvonlarni so'yib qon to'kadi deyishadi. O'sha odamlar qiziq, nima uchun faqat ummati Muhammad bu ishni qilishligiga e'tiroz bildiradi? Qurbonlik yahudiylarda ham bor-ku, nima uchun yahudiylarga e'tiroz bildirilmaydi? Ikkinchidan, shu e'tiroz bildirayotganlarni qarasangiz, o'zlari Alloh joriy qilmagan qurbonliklarni bema'nilik bilan, mantiqsiz o'yin kulgi uchun qiladi. Misol, Denmarkda har yili delfin ovi bo'ladi. Odamlar chiqib ermakka vahshiylik bilan, pichoqlar bilan, boltalar bilan chopib, yana islomdagidek bir chiroyli odob bilan hayvonga azob emas. Vahshiyona ko'rinishda delfinlarni o'ldirishadi. Yiliga 1,5 ming, 2 mingga yaqin delfin o'ldiriladi. Alloh joriy qilmagan narsa bu. Bunga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Vahshiylik deb mana buni aytiladi aslida. Bismillahirrohmanirrohim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Har bir ummatga mansak, ya'ni qurbonlik ibodatini qilganmiz. Ular Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlardan iborat narsalarga Allohning ismini zikr qilib so'yishliklari uchun. Ilohinglar yolg'iz iloh, ungagina taslim bo'linglar va taslim bo'luvchi itoatgo'ylarga bashorat bering. Bu yerda maqsad qurbonlik faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushgan shariat emasligiga ishora. Rasulullohdan avval nasroniylarda ham, ulardan avval yahudiylarda ham va Ibrohim alayhisalomning o'zi mana bu sunnat joriy bo'ldi. Har bir ummatda joriy bo'lgan sunnat bu qurbonlik. Mansakdan maqsad qurbonlik yani. Bunda nimaga ishora? Har bir ummatga Alloh qurbonlikni Alloh uchun qilishni buyurgan bo'lgan. Ammo ummatlar buni buzib, butlarga, pirlarga, avliyolarga, ruhlarga va boshqa shunaqangi shirk narsalarga burib olgan. Asli esa har bir ummatdagi qurbonliklar Alloh uchun qurbonlik qilish buyurilgan bo'lgan. Shuning uchun ham ana shu mansak qurbonlikni liyadkuru ismalloh deyapti. Allohning ismini zikr qilish uchun Alloh ularga qurbonlik deb buyurgan bo'lgan. Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarga Allohning ismini zikr qilib so'yishni. Endi mana shundan bir foyda. Qurbonlik faqat bu ummati Muhammadga tushgan hukm emas ekanki, unga odamlar vahshiylik deb baho bersa. Bugun ba'zi toifalardan eshitasiz, har yil musulmonlar Qurbon hayitida katta bir vahshiylik qiladi deyishadi. Millionlagan hayvonlarni so'yib qon to'kadi deyishadi. O'sha odamlar qiziq, nima uchun faqat ummati Muhammad bu ishni qilishligiga e'tiroz bildiradi? Qurbonlik yahudiylarda ham bor-ku, nima uchun yahudiylarga e'tiroz bildirilmaydi? Qurbonlik nasoralarda ham bor ekan mana. Umuman ibrohimiy diyonatlarda hammasida qurbonlik bor. Nima uchun ularga e'tiroz bildirilmaydi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, shu e'tiroz bildirayotganlarni qarasangiz, o'zlari Alloh joriy qilmagan qurbonliklarni bema'nilik bilan, mantiqsiz o'yin kulgi uchun qiladi. Misol, Denmarkda har yili delfin ovi bo'ladi. Odamlar chiqib ermakka vahshiylik bilan, pichoqlar bilan, boltalar bilan chopib, yana islomdagidek bir chiroyli odob bilan hayvonga azob emas. Vahshiyona ko'rinishda delfinlarni o'ldirishadi. Yiliga 1,5 ming, 2 mingga yaqin delfin o'ldiriladi. Alloh joriy qilmagan narsa bu. Bunga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Vahshiylik deb mana buni aytiladi aslida. Yoki xitoyliklarni qarang. It ovlash, it o'ldirish kuni bor har yili. Minglagan kuchuklarni olib kelib tiriklak yoqishadi, tiriklak ularni pishirishadi, vahshiyona ko'rinishda o'ldirishadi, o'ldirganda ham. Qaynagan suvga tiriklak solib pishirib o'ldiradiganlari bor. Olov bilan kuydirib o'ldiradiganlari. Aslida mana buni aytiladi vahshiylik deb. Islomda yoki mana Braziliyada qarang. Ho'kizlarni qonini chiqarib o'ldirish. Islomda buni Alloh uchun birinchidan, uni hayvonni yaratgan zot uchun uni ismini aytib so'yilinadi.
Ikkinchidan, uni go'shtidan manfaatlanish uchun so'yilinadi. Kambag'al bechoralar yiliga bir go'sht yesin. Bu irmak emas bizga. Uchinchidan, o'sha hayvonlarni mana Braziliyadagi ho'kizlarni qiynab o'ldirgandek o'ldirilmaydi. Delfinlarni chopib o'ldirilgandek chopib o'ldirilmaydi. Yoki xitoyliklar bu itlarni kuydirib o'ldirgandek o'ldirilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Alloh har bir narsada ihsonni bitgan, hatto hayvon so'yishdi ham. Pichoqni o'tkirlasin, hayvonga ko'rsatmasin, so'yayotgan hayvoniga qulay qilib so'ysin deganlar. Keyin aytadiki, Alloh ularga rizq qilib bergan shu chorva hayvonlarga Allohning ismini zikr qilib so'ysinlar. Bu ikkinchi marta kelyapti qarang. Maqsad o'sha jonliqni Allohdan boshqaga qilib shirk keltirishdan qaytarilyapti. Shuning uchun davomida ilahukum ilahu vahid, ilohiylar yakka-iloh. Ya'ni unga boshqaga atab so'ymanglar. Falahu aslimu, ungagina taslim bo'linglar. Uning uchungina qurbonlik qilinglar degan ma'no ham chiqardi.